Ayol kishini jiddiy erkalasang boshiga chiqib o'tirib oladi. Hormang ayasi. Qalay bo'lar ekan ko'ylakning ustiga ko'ylak olish, ha? Va bir oyda 7 ta ham ko'ylak olasanmi? Noinsof. Hey, bunisini kiyaver desam, yo'q, qandashlar ko'rgan. Bunisini kiyaver, yo'q, o'rtoqlarim ko'rgan. Topgan pulim seni ko'ylagingni ortmayapti ayasi. Pistollik yo'q o'tda dadasi. Pistollik yoqqan bo'lsa, piston qilib, birinchi etajdan 16-chi etajgacha artasan. Farroshda atmay qilib qo'ydim, tushundingmi? Tavba qildim. Menga aktrisalik qilma ayas. Tushundingmi? Menga vo'sha aktrisalik qilma. Big'illatib qo'yaman hozir. Nimaga nima bo'ldi tushunmay qoldim. Qorning dadasi, kare sochli qizlarni Malibulada olib yurish qalay bo'lyapti? Ayasi ishxonadagi qizini uygacha tashab qo'ydim, xolos. Kechirib qo'yibsiz, birinchi etajdan 16-chi etajgacha bir hafta artganim esingizdan chiqib qoldimi? Tinchlik kerak bo'lsa, siz ham qo'y yog'i qo'yga shuga osh qilasiz. Yoniga shakarobı bilan kavatesi ham bo'lsin. Ayasi oshirib yormayapsanmi? Seni oylarga. Dadasi kirlarni yuvib qo'ying. Ayasi dog' ketsin deganing uchun 2 soat vannada qo'lim bilan qiynalib yuvib chiqdim, oshirib yormayapsanmi? Hidi ham ketmabdi, dog'i ham ketmabdi, kiri ham ketmabdi. Mana tayyor aprel avtomat. Shuni kir mashinaga tiqib yuvsangiz toza bo'lardi. Hidi ham xushbo'y bo'larmidi? Ayasi, vaqti mashetimga kelding, xotin bo'lgan seni. O'zingga o'zing qil, tushundingmi bugundan keyin? Unaqada etgan kiyimni, etgan vaqtga, etgan narximda olib berasiz. Topgan pulim seniki, oyligim ham seniki. Qaytib xotinlarning ishiga aralashtirma, jinni bo'lib qolaman bu uyda-chi. Ana ko'rdinglar, ayollar sizlar uchun life hack. Dadasi bo'ldi, qo'ying endi.